Uyda o'tirgan holatda stressdan qutulishning eng tez 3 usulini bilarmidingiz? Bu usullar sizga tezda o'zingizni tiklashga va energiyaga to'yinishga yordam beradi. Bu 3 usulni o'zingizda sinab ko'ring va kommentariyga o'z fikrlaringizni yozib keting. Birinchi usulimiz nafas olish mashqi. Nafasni qachonki biz to'g'ri olarkanmiz, bizani stressdan qutulishimiz osonroq bo'ladi. Nafas olishni to'g'ri bajarish uchun 4 soniya nafas olamiz, 4 soniya qorin bo'shlig'ida ushlab turamiz va 6 soniyada, ya'ni uzoqroq bo'lishi kerak, nafasni chiqaramiz. Ayni shu nafas olib, nafas chiqarayotgan paytimizda tanani skaner qilamiz. Ya'ni bo'yin, yelka, qorin sohalarini bo'shatishga harakat qilamiz va tanamizni inkor etmaymiz. Bu jarayon bizga juda ham katta yordam beradi sog'liq taraflama. Va natija yurak urishi pasayadi, miya tinchlanadi va kortizol tushadi. Ikkinchi usul juda ham oddiy, mini harakatlar deyiladi. Ya'ni siz tashqarida yoki uy sharoitida yurgan holat 10-15 daqiqa yurasiz va yurganingizni orada qo'llaringizni, oyoqlaringizni cho'zish harakatlarini qilasiz. Bu vaziyat nima beradi? Stressni tanaga emas, ya'ni harakatlarga chiqaradi va tanani energiya bilan qoplaydi. Natija esa endorfin ajraladi, kayfiyat ko'tariladi, uyqu yaxshilanadi. Va uchinchi usul qisqa meditatsiya. Tinch joyga o'tiring, nafasga o'zingizni e'tiboringizni qarating va nafas olayotgan jarayoningizni ko'zlaringizni yumgan holatda fikrlaringizni eshiting. Hozir va shu yerda bo'lishga harakat qiling va o'sha lahzada fikrlaringizni muhokama qilmang. Bu nima beradi? Ruhiy barqarorlik oshadi, bezovtalik kamayadi, ong tiniqlashadi.